Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sıdağa ediyoruz, Washington'dan sözdeyimiz. Leksiyanın mavzusu mındak. Yeti devlet görevi bayanat ilan kılıp, deniz, igilik hukuk talaş tartışlarda söz ibarları qattiq boldu. Mavzulu haber 5. ayın 28. günü Amerika avazından Xitay tili programması ilan kılın. Haber mındak başlandı. Yetti devlet güruhu yığınıdan keyin bayanat ilan kılındı. Şarkı Cungu denizi ve Canubu Cungu denizinin vaziyeti tilg'i elip, söz ibarları qattiq ve chet ishlik dairesi keng bolup burun quchoqlardagidan seli burun quchoqlarga selishtirgan vaqtda eşip ketdi. Cungu bu bayanatga derhal inkas qaytırıp qattiq narazilik bildirdiganligini, ko'rsatdiganligini bildirdi. Yengili ahırlaşkan yetti devlet görevi zoravallıkka qarshi turush, klimat o'zgarishi ve erkin savdo meselelerini muhim muhokama qildi. Lekin haftaning 6 günü birleşmiş bayanat e'lon qilib, har qaysi davlatlar Jungoga munosabatlik arallar to'g'risida egilik huquq talash tortish masalalariga qattiq ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Bayanatda mundaq ko'rsatildi. Yetti devlet guruhi xalqaro qonunlarga asoslanib, jumladan xalqaro hakimlar sotining hukmi orqali masalalarni tinch yo'l bilan hal qilishga va'da beradiganligini qayta ta'kidladi. Ciddi vaziyatni texmi jiddiyleştirdigan her qandaq yakka hareketler qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Demek yetti devlet guruhi yig'inida bayanat e'lon qilib, Sharqi dengiz, Janubiy dengiz masalasiga aralashdi degan gap. Yetti devlet guruhi avval 2 yilda e'lon qilgan bayonotida garchi Janubiy Jungo, Sharqi Jungo territoriya talash tortishlarini tilga olgan bo'lsa-mu, lekin nisbatan aytganda söz ibaralari bundaq aniq bo'lmagan edi. Berip çetildiğen dairesi mi yeni elinge, yeni ilan kılıngan bu bayanatga yetmeydi. Nöbetki vaziyet doğrusunda ensireydiganligini bildirgenden keyin başka yetti devlet guruhi bayanatı da xalqaro qonunni hurmat qiladiganligini ta'kidladi. Balki Jungo uchun intayin sezgir bo'lgan xalqaro hakimlar sotining hukmini tilga oldi. Bayanatda yana xalqaro talab tartish bo'layotgan rayonlarda harbiylashtiriishni to'xtatish talab qilindi. Jungo tashqi ishlar ministrligi bunga nisbatan qattiq norozi bo'lganligini ifodaladi. Demek bu sözlü ketayotgani yetti devlet guruhi yig'inidan keyin bayanat e'lon qilindi. Maxsus bayanat. Bu bayanat Janubiy dengiz ve Sharqi dengiz tarafida to'xtaldi. Buning Jungo norozilik bildirdi. Bundaq aytganda hozir Janubiy dengiz, Sharqi dengiz degan masala tunigillardan territoriya talash tortishi, egilik huquq talash tortishi bo'lgan bo'lsa, endi xalqaro jamiyat bo'libmi g'arbdagi yetti davlat taraqqiy qilgan davlat ko'ngil biladigan xalqaro masalaga aylandı degan gap.